shular chiqishidan oldin ostikam man Abdurahmon akam turganimizda Abdurahmon akam ostikamga nima ishlatmayapsan buni? Nima ishlamayapti bu? Shuncha talanti bor. Nimaga chiqmayapti deganlarda ostikam ham aytdi. Men ham aytdim unga. O'zi qilmayapti, o'zi xohlamayapti. Dedilar. Bu yerda sabablar juda ko'p. Imенно Senur deb ham anaqa bo'lmaydi. Glavnisi Senur deb bo'lmaydi. Bitta narsani qo'shib o'tib ketishim kerak. Men o'zim xohlamasam ishlash qiyin bo'ladi-da menga. Senur bu yerda bir qanaqadir, bu ham qisqa o'sha sabablar ichidagi bitta sabab deb o'tib ketsak bo'ladi. Senur, glavniy Senur kelgandan keyin yonib ishladingiz yoki-da hamma yoq o'sha Senur motivatsiya beryapti sizga degan narsa bu sal noto'g'riroq deb o'ylayman. Xo'p, demak o'zingizni shaxsiy xarakteringizga bog'liq umuman yonib ishlashingiz. Ha, shunaqa. Juda ham yaxshi. Bilasizmi, odamlar orasida har xil gaplar yuradi-da. Masalan, ish bilan shaxsiy hayotni aralashtirish kerak emas. Mana shunaqa fikrlarga qanaqa qaraysiz? To'g'rimi bu fikrlar o'zi asli? Bu fikrlar men baribir bizdan aqlliroq odamlar, bizdan ko'p narsani ko'rgan odamlar aytganini hisoblayman bu fikrni. Shu sababdan ish bilan shaxsiy hayotni aralashtirish sal noto'g'riroq narsa bo'ladi. Bu ko'p tomonlama minus olib keladi odamga. Agar sizlarda shunaqa holat bo'layotgan bo'lsa, kuzatuvchilar orasida o'tcha bu yo'lni tutmaganinglar yaxshi. Menda shuncha odamda bo'lgan, menda unaqa bo'lmaydi deb kafolat bilan, ishonch bilan harakat qilmaylar unaqa. Ya'ni 100% ishingizga xalaqit beradi bu narsa. Hozir joningizni berib, odamlarga maslahat berayotganingiz bu sizni boshingiz devorga urilganidanmi? Shunaqa deb ifodalash mumkinmi? Ya'ni shaxsiy hayotni ish bilan aralashtirib yubordingiz shekilli, menimcha. Qisman desa ham bo'ladi va bu narsani yaxshi hamki akalarim bor. Xudo bergan, juda ham men borligiga shukr deyman bu akalarimni. Boshimga urib qo'pol qilayotganda haqiqatda urishmadi. To'g'ri yo'l ko'rsatishdi. O'shandan keyin ancha odamning fikrlashi joyiga tushib oldi. Meni fikrlashim to'yist. Hozirgi suhbatimizdagi savollarni to'g'ri tushunasiz, chunki odamlarning qalbida gumon bor va bu gumonlar sizga ham, ya'ni shaxsiyati bor, Senurga ham yomon ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun shu gumonlarni yo'qotuvchi savollar tuzilgan. Xo'p, Ibrohim, Senur bilan ishdagi faoliyatdan tashqari yana qanaqa munosabatingiz bor? Sevishganmizmi? Yo'q, bizda do'stlik Senur bilan avvalambor yaxshi o'sha paramiz bir videolarda bir-birimizni yaxshi to'ldira olamiz va shuning uchun ham ashulamiz yegan qaysidir ma'noda desa ham bo'ladi bu narsani. Senur o'zini anaqasi bor videolarda shu tomonlama. Unaqa katta narsa yo'q, shu do'stlik aslovni. Ya'ni unga yordam kerak bo'lsa men berib turaman, menga yordam kerak bo'lsa joyi kelsa u berib turadi. Mana shunaqa yaxshi chiqishib ishlab ketaveramiz. Xafa bo'lmang, men bu javobingizdan qoniqmadim va ishonmadim. Keling, boshqa savollarga o'tamiz. Men urishib tashamanglar. Xo'p, Senurga turmush qurish haqida taklif berganmisiz? Yo'q. Chunki bu narsaga men o'zim tayyor emasman hali. Sababini aytib o'tib ketishim kerak. Kimgadir turmush qurish anaqasini berishdan oldin, taklifini berishdan oldin meni birinchi o'rinda bu uyim tayyor bo'lishi kerak hozir. Remont qilishim kerak. Bu yil Xudo xohlasa remont qilaman uyimni. Undan keyin baribir ozgina o'rganishim kerak. U inson haqida ko'p yaqinroqdan ham ko'proq o'rganishim kerak deb o'ylayman. Shuning uchun yo'q, taklif bermaganman. Unaqa bo'lsa, oila a'zolaringiz, katta o'g'ilman dedingiz, birinchi bosh farzandman dedingiz, ibodatli odamlar oilasida katta bo'lganman dedingiz. Mana shu munosabatlarga, mana shu hozirda shu bo'layotgan holatlarga uydagilar qanaqa reaksiya bildirishdi? Yo'q, uydagilar meni Instagram kasbimligini bilishadi. Bu narsalar nima desa bo'ladi? Mana Senur bilan deylik sevishganlar obrazida ko'rinadigan videolarimiz bor-da. Ularni da to'g'ri tushunishadi, chunki bu meni ishim. Ishim bo'lgani uchun unaqa vaqtmali qabul qilishmaydi. Siz aytmoqchi bo'lganingizdek suhbatingiz, mana savollar boshida ortiqcha narsa yo'q. Unaqa uydagilar yomon qabul qiladigan. Avvalgi loyihalarimizda Senurni siz haqingizdagi gapi, ya'ni kichkina nareska deymiz, Instagramda tarqalib ketdi. Juda ham ko'p shov-shuvlarga sabab bo'ldi va bundan ozgina jahlingiz chiqdi. Va bu jahl konfliktlarga sabab bo'lyapti, adashmasam. Hozir endi faoliyatingizga qanaqa ta'sir qiladi bu? Davom etasizlarmi yoki yo'q? Yo'q, ish bilan aytdim-ku, aralashtirmagan yaxshi. Bu narsani ostidan ko'p takrorlaydilar. Shu sababdan ishimizga ta'sir qilmaydi. Qanaqa odamlar bizdan kontent kutsa, biz taqdim etamiz u kontentlarni. Baba yashashni davom ettirish kerak, pul topib turish kerak. Shunaqa konflikt bizning ishimizga ta'sir qilmaydi. Men tomonlama bu narsani aytib qo'ying.
O'zi aslida Ibrohim uylanadigan qiz qanaqa sifatda bo'lishi kerak, ya'ni qanaqa xarakterda bo'lishi kerak? Hop, birinchi o'rinda man ko'proq o'zimnikini o'tkazadiganroq xarakterdagi insonman-da. Shuning uchun bir tomondan erkak kishi bo'lganim uchun ham u mani gaplarimga ko'p foizda xo'p deyish kerak. Nimadir qilishidan oldin men bilan maslahatlashish kerak u inson, mani juftim ya'ni. Ko'p holatlarda mani uydagilarimni rozi qilish kerak. Oddiy qilib aytganda. Ayol kishidagi qaysi odatda masalan tan olmaysiz, umuman negativ holatda qaraysiz? Bo'ladimi shunaqa sifatlar bormi? Masalan, deylik, ayol kishi betga choparligi yoki yolg'onchiligi, bilmayman. Ya'ni shunaqa sifatlar hech o'ylab ko'rganmisiz? Agar bunaqa bo'lsa, men uylanmagan bo'lardim. Yolg'onchi bo'lganda. Ya'ni yolg'onchi bo'lganda ham qanaqa? Ko'p yolg'onlarni kechirsa bo'ladi-da. No, imенно чувстволарga bo'lgan yolg'onni kechirib bo'lmaydi. Shu sababdan chuvstoga nisbatan yolg'on ishlatgan insonni kechirmayman. Ya'ni yoqtirmayman shunaqa xarakterdagi insonni. Xo'p, Ibrohim, savollarimiz orasida juda ham qiziq savol bor. Direktimizning 90% mana shu savol egallagan. Ya'ni, istoriyalaringizda aytganingizdek, Sinur bilan o'sha paytda mashinada qanaqa suhbat bo'lgan? Senur bilan suhbat etishimdan oldin bitta narsani aytib o'tib ketishim kerak. Boshidan kelaman o'sha kunga. Xo'p, o'sha kuni o'zi men настроением yo'q edi. Ozgina depressiyada edim. Ofisga kelganimda ostikamdan ozgina gap eshitdim. Sen ishlamayapsan, dangasa bo'lib ketyapsan, qat'iyatli emassan, o'zingni rivojlantirmayapsan degan gaplarni eshitdim-da, yana endi bunaqa gap eshitganingizdan keyin настроениyangiz tushadi-ku. Syomkaga ketdik keyin biz. Syomkadan o'sha qaytayotganimizda savol kelib qoldi Senurga. Prosta o'sha yo'l-yo'lakay. Senur dedim, aytib o'tib ketishim kerak, suhbatda Senur ham bor edi, shu ostiga meni urishayotganlarida. Komanda a'zosi sifatida. Da, o'sha momentda Senur ham bor edi. Keyin Senurga savol berdim. Sen ering qanaqa bo'lishi kerak deganimda, qat'iyatli bo'lishi kerak, dangasa bo'lishi kerak emas, mendan kuchli bo'lishi kerak degan javobni berdi. Bu xuddi ostikamning gapini menga qaytarayotgandek, ya'ni meni kamsitayotgandek tuyuldi bu narsa. Chunki Senur bilishi kerak, men ito yaxshi ishlayman. Ito ashulalarni men yozaman, tekstlarni, uni xarakterini men yozaman. Oddiy qilib aytganda, o'sha qotgan narsalarimizni katta foizi egallaydi meni ishim. Meni jahlim chiqdi o'sha momentda. Senur meni kesatyaptimi, ishlamayapsan deb kesatyaptimi, jahlim chiqdi. Keyin o'shandan keyin men o'z qasoskorroqman. Viloyatga ketdik. Viloyatda men ishlashni boshladim. Konkretni ishlashni boshladim. Har kuni har xil obrazlar, har xil temalarda. O'shandan keyin viloyat где-то bir oy ichida menga 540 mingta подписчик keldi. O'sha ishlashni boshlaganimdan keyin. O'zimga katta fokusimni o'zimga qaratganimdan keyin katta auditoriya keldi. Ya'ni o'stimman. Juda ham katta son etdingiz-da, qoyil lekin. 540 mingta keldi. Xullas, o'shandan keyin mana Vyetnamdaligimizda o'zi men ito shundan jahlim chiqib yurgan moment edi. Dam olayotganimizda o'sha videoni ko'rdimda, anu jahl 2x bo'ldi. O'sha haligi variant sifatida ko'rmayman. Yo'q, degan gapi 2x bo'lib ketib qoldi. Chunki rostdan Senur bilishi kerak edi. Men bu yerga kelishimdan oldin aytmoqchi edim. Rostdan Senur bilishi kerak edi men ishlashimni, uni xarakterlarini men yozishimni. Ya'ni boshqa qiz bo'lsa ham men o'sha qizni ovozidan, xarakterdan kelib chiqib turib, bitta zo'r ashula, hit ashula qilib berishga men o'zimga uverimman. Shu narsani qilib bera olaman men. Men yaxshi ishlayman degan narsalarni aytmoqchi edim. Men ostikam keyin yo'lda ukam, qara, Senur может u gap